Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bizada podpисчиклар. Bizaga yangi postupleniylardan mana velur chaponchalarimiz keldi. Toza velurdan. Sifati zo'r tikilgan chaponchalar, kompyuterda qo'yilgan. Quda tomonga yuborsangiz ham uyolmaydigan, yo'l turmaydigan chaponchalar. Bironta ochiq-pochiq yetilgan to'shuk joylardan yo'q. Hozir bilasiz, bunaqayin tikib chiqayotganlar ko'p bo'lgan, sifatiga e'tibor bermaydi. Lejbe chog'ra, lejbe esaroq ketsin. Lekin mana bular yo'l turmaydi-da. No lama velur to'q-ko'k. Bundan tashqari mana arzon chaponlarimiz ham kelgan. Arzon. Arzon chapon. Mana eng arzon variant chaponchamiz mana. Bu ham kompyuterda Titanic velur. Marhamat, kimga kerak bo'lsa bundan ham bor. Tarqatishga ko'ylaklarimiz повторно keldi mana. Tugab qolgandi. Mana bu salafanlari endi asta-asta şöyle qilib jo'ba-jo'q qilib salafanni kiydirib, varatniklarini kiydirib, korobkaga joylaymiz. Arzon ko'ylaklar. Arzoni bor. Mamnaqayin o'rtachasidan bor, yengi uzun. Mamnaqayin sal qimmatroq variant. Do'ppilarimiz keldi. Do'ppilarimiz shular keldi. Byudjetli varianti. Arzon varianti keldi. Keyin velur do'ppimiz zo'ridan keldi. To'q ko'kidan buni u safar qora bilan yashil kelganda mana to'q ko'kidan ham keldi bu. Mramorni velurda. Keyin yana nima? Xo'sh, yaxtakchalarimiz keldi. Detskiy yaxtakchalar, detskiy подростковый yaxtakchalarimiz. Bu ham toza, sifati akkuratni tikilgan yaxtakchalar. Marhamat qilaverasizlar. Keyin yana yaxtaklarimiz bor. Bitta hayitga kelaverasizlar.